Yaponiyada do'ppidaygina bitta osh qilsangiz nech pulga tushadi? Assalomu alaykum asilzoda ko'rarmanlar. Bugun sizlar bilan birgalikda mana bu uyimizga eng yaqin bo'lgan do'konlarning biriga kirib, bitta osh uchun ketadigan xarajatlarni hammasini ko'rsataman. Ketdik. Mana shu sabzi $2 atrofida bo'lar ekan. Bundan 3 ta olamiz. Ya'ni sabzimiz $6 ga tushdi. Bitta dona piyozimiz mana 84 yapon yenasi deb qo'yibdi. Bundan mayli biz oshga solish uchun 2 ta olaylik. 2 ta olamiz. Bu taxminan $1 atrofida bo'ladi. Bu go'sht yarim kilo ekan mana shu turishi. Biz hozir 1 kilo qiymatda hisoblayotganligimiz uchun bundan yana bir pachka olamiz. 2 pachkasi bo'lar ekan $11-12 atrofida. Lekin go'shtlar halol bo'lmaganligi uchun biz halol do'koniga borib, halol go'shtlarni olamiz. U halol go'shtlar taxminan $10 atrofida. Bu yog'imiz ham $2 bo'lar ekan. Aslida $2 dan sal arzonroq. Mayli $2 qilib hisoblaymiz. Mana guruchlar rastasiga ham yetib keldik. Ko'rib turganingizdek, har xil 5 kilolik, 10 kilolik, 2 kilolik guruchlar bor. Bu 1 kilolik guruchning narxi dollarga hisoblaganda $7 atrofida ekan. Osh bilan yeyish uchun salatga albatta pomidor kerak bo'ladi biz uchun. Bu mana shu ko'rib turganingizdek 4 ta dona pomidor $4 atrofida ekan. Ya'ni har bitta pomidor $1 dan. Ana endi bodring ham olamiz. 3 donasi $1 ga tushar ekan. Ya'ni mana shu 4 ta pomidor, 3 ta bodringimiz umumiy bo'ldi $5. Biz hozir mana ko'rib turganingizdek, bitta 1 kilolik osh pishirish uchun taxminan $30 narx bo'ldi. Yaponiyada eng kam ish haqi $1400 ligini hisobga olsak, eng kam ish haqi oladigan bir inson bir oylik oyligiga 46-47 marta osh pishira olar ekan. Sizchi qaysi davlatda yoki qaysi shaharda yashaysiz? O'sha davlat yoki o'sha shaharda bir oylik topgan puliga necha marta osh pishirish mumkin?